Assalomu alaykum. Kuzatuvchilarimiz, mana hikol quyonlarimiz kecha tug'ildi. Birinchi tug'ish edi. 6 ta tug'ibdi. Biron qilmoqchi bo'lganlar bor edi. Tug'ilsa video qilib chiqaraman deganman. Mana ko'pchilik aytgan, endi qaysi biri esimda qolmaydi, to'g'risi ko'pchilik aytgan. Bemalol biron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Toza Italiya hikol quyoni. O'zi har safar quyonlarimiz biron bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarimiz bor. Biron qilsanglar bo'ladi. 6 ta ekan hozir. Bu birinchi tug'ish edi, ozroq tug'ibdi. Barakasini bersin, mayli. Mana kimga qiziq bo'lsa, albatta layklarni bosib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Toza Italiya hikol quyoni. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Poddeshka qilib yuborasizlar.